Afg'onistonning sirli yurti Kafriston. Kafristonning baland toglari, tiniq daryolari va yog'och uylari manzarasi. Mahalliy odamlar an'anaviy kiyimda, begubor tabiat va turli madaniyat. Qiziqarli va maftunkor ohangda hikoya qiluvchi. Tarix va afsonalar chambarchas bog'langan Afg'onistonning baland toglari bag'rida ozchilik biladigan yurt yotibdi. Kafriston. Kafriston aholisining an'anaviy kiyimlari, madaniy marosimlari va ushbu mintaqaga xos yog'och me'morchiligi bilan suratlari. Hayajonli va sirli ohangda davomi. Asrlar davomida o'ziga xos madaniyat va sirli tarixga ega bo'lgan o'lka. Uning xalqi o'zining qadimiy an'analarining bir qismini hanuzgacha saqlab kelmoqda. Ammo Kafriston haqiqatan qayerda? Uning aholisi qanday yashaydi? Nega bu zamin Afg'onistonning eng sirli joylaridan biri? Murakkab tog'lar, mehnat qilayotgan mahalliy aholi, an'anaviy bayramlar va begubor manzaralar suratlari. Kanalni ko'rish va qo'llab-quvvatlash uchun taklif qilaman. Ushbu videoda biz bilan birga ushbu noma'lum yurtga sayohat qilish va uning odamlari hayoti bilan tanishish uchun bizga qo'shiling. Agar siz hali Ay Yulduz kanaliga obuna bo'lmasangiz, hoziroq obuna bo'ling va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosing. Kafristonga ketamiz, qani keting. Pokistonning Xayber Paxtunba viloyati chegaralaridagi Kalashtish deb nomlanuvchi 3 vodiyda 4 mingga yaqin aholi istiqomat qiladi. 60 ta Kofriston, bugungi kunda esa Nuriston deb atalgan mintaqa aholisi. Chunki ular tavhidga ishonmaydilar, spirtli ichimliklar, giyohvandlik, gomoseksualizm keng tarqalgan va ayollar xohlagan vaqtda sheriklarini almashtiradilar. Afg'onlar tomonidan g'ayritabiiy jamiyat deb e'lon qilingan va kofir deb atalgan Kalashning yashash joylari ham Kofriston deb ataladi. Ular Iskandar Zulqarnaynning avlodlari ekanligi aytiladi va Iskandarning yo'qolgan avlodi sifatida ham tanilgan. Ularning jismoniy xususiyatlari ham taniqli afg'on xalqidan juda farq qiladi. Kalash xalqi uzun bo'yli, keng tanali, qizil sochli, sariq va rangli kozli va Kalash diniga mansub. Kalash dini atrofdagi mamlakatlar va xalqlarning e'tiqodlaridan butunlay farq qiladi. Quyosh va tabiat ikki buyuk xudo ekanligi qabul qilingan. Eng aniq farq dafn marosimlari. Kalashlar o'liklarni dafn etishadi, chunki ular o'liklarning qaytib kelishiga ishonishadi. Yilning ko'p qismida sovuq bo'lgan mintaqa. O'rnini bosuvchi tobutlar yerda qoldiriladi. Dafn marosimlarida marhumga tangalar beriladi, chunki marhum yaxshi joyga ketgan deb hisoblanadi. Qo'yilgan pullar yaqin kunlarda xalqqa tarqatiladigan taomlar uchun sarflanadi, bu taomga uzrsiz qatnashmaslik esa haqorat hisoblanadi. Kutilganidek, bu qabrlar ochiq qoldirilgan joylarda yomon hidlar paydo bo'ladi. Bundan tashqari, yovvoyi hayvonlarning tobutlarini yirtib tashlashi tufayli hudud atrofida suyak bo'laklarini ko'rish mumkin. Mushrik Kalash xalqining 12 ta payg'ambari bor. Ular ham bu fasllarga ishonishadi. Biroq payg'ambarlar inson sifatida emas, balki tabiiy hodisalar va insoniy xatti-harakatlar sifatida ko'riladi. 4 faslning har biri Kalash xalqi uchun payg'ambardir. Insonning rahm-shafqat, g'azab, shodlik, ajablanish kabi xatti-harakatlari va his-tuyg'ulari boshqa payg'ambarlarni ham tashkil qiladi. Kalashlar o'zlarining ibodatxonalarida faqat bayramlarda ochiladigan ibodat qilishsa, ular yiliga bir necha marta uyushtiradilar. Festivallar odatda mavsumiy voqealar va oy taqvimiga muvofiq tashkil etiladi. Ushbu festivallar Josimela sharafiga nomlangan. Qish kelishini sharaflash uchun dekabr oyida Kalash festivallari o'tkaziladi. Hayvonlar qurbonlik qilinayotganda, Kalash xalqi bayramni raqslar bilan kuzatib boradi. Kalash xalqini boshqa jamoalardan ajratib turadigan yana bir xususiyat, bu ayollarning rang-barang kiyimlari. Kalash ayollari boshlarida ochiq rangli shlyapalar kiyib, qobiq, yog'och va toshlardan yasalgan zargarlik buyumlaridan foydalanadilar. Kalash ayollar shoh va hayvon yoglaridan olingan suyuqliklarni go'zallik mahsulotlari sifatida ishlatishadi. Shuningdek, ular yuzidagi ba'zi toshlardan olingan kukunni yaltiroq sifatida ishlatishadi. Kalash xalqi orasida ayollar ham erkaklar kabi jamiyatda katta o'ringa ega bo'lib, kalashliklar orasida qarindoshlar o'rtasidagi nikoh taqiqlangan. Homiladorlik davrida Kalash ayollari bir hafta davomida erlarini tashlab, tugilgunga qadar dono ayol bilan qolishadi. Tugilgan ayollar marosimdan keyin uyga qaytishlari mumkin. Balogat yoshiga yetgan ogil bolalarga turmush o'rtog'ini tanlash huquqi berilsa, ularga ajrashish huquqi berilmaydi. Ma'lumki, ayollar ajralish huquqiga ega. Afg'onistonda mintaqaning kofir sifatlari o'rnatildi va mamlakat markazlashgan holda boshqarila boshlandi. U Temir Amir laqabli Abdurahmonxon hukmronligi davrigacha davom etgan. 1880-1901 yillarda Afg'onistonni boshqargan Abdurahmonxon. U 1895 yilda Kofiristonni Nuriston, ya'ni Nur yurti deb o'zgartirdi. Tarixdan beri yaqin atrofdagi musulmon qishloqlari bilan muammosiz yashab kelgan Kalash xalqining katta qismi vaqt o'tishi bilan musulmon bo'lganligi bildirildi. Bugun Nuriston nomi bilan tanilgan mintaqa Tolibon uchun ham muhim mintaqa hisoblanadi. Nuriston 2001 yildan beri AQSh kuchlari va Kobul hukumatiga qarshilik qilib keladi. Kobul hukumatga qarshi yirik hujumlarga sahna bo'lgan.
Bundan atigi 100 yil oldin islomni tanlagan bu mintaqa uzoq yillar davomida islom nomidan kurashgan darajada bu dinni ichkariga kiritgan edi. Kalashtish deb nomlanuvchi 3 vodiyda yashovchi 4 mingga yaqin aholi o'tmishda Kofiriston, bugungi kunda esa Nuriston deb atalgan mintaqa aholisi sifatida tanilgan. Afg'onistonning sirli yurti Kafiriston. Yakuniy sahnalar: Kafiriston toglari ustida quyosh botishi, olov yonida o'tirgan mahalliy aholi, musaffo daryolar va begubor tabiat. Hissiy va ta'sirchan ohangga ega hikoyachi. Kafiriston, tarix va tabiat qo'shilib ketgan zamin. Qadimiy an'analarini soddalik bilan, lekin g'urur bilan saqlab qolgan insonlar. Bu yerda hayot hali ham boshqacha, hikoya qilish uchun hikoyalar ko'p. Tabassumli mahalliy aholi, an'anaviy bayramlar, qorli tog'lar suratlari. Kanalni qo'llab-quvvatlash va muloqot qilish uchun taklif. Agar sizga ushbu video yoqqan bo'lsa va noma'lum hududlar va kamroq ko'rilgan madaniyatlar haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, hoziroq Ay Yulduz kanaliga obuna bo'ling. Shuningdek, biz bilan o'z fikr-mulohazalaringizni o'rtoqlashing va ushbu maftunkor mamlakatdan ilhom olishlari uchun ushbu videoni do'stlaringizga yuboring. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr.